Aziz do'stlar, demak, biz 2 kun oldin qo'ygan istoriyamizda aytdikki, ayol kishining joni qirqta bo'ladi. Ayol kishi birinchi o'ylaydigan farzandini o'ylaydi, sog'lig'i oxirgi o'rinda turadi. Agar qarshi bo'lsangiz yozib qo'yinglar. Lekin sog'lig'ini ayol kishi oxirida o'ylaydi. Bu xonamizda, onamizda, demak, o't yo'liga tosh o'tib ketib, o't fetishirib, bir marta o'tdi, ikkinchi marta o'tdi. Oxiri operatsiyaga ugovorить qilib zo'r operatsiya qilganmiz. O'zlarida sahrli diabetlari ham bor. Одновременно sahrli diabetga operatsiya qilib borib bermoqchi edik, lekin o't tufayli уже yiringli jarayon bo'lgani uchun, juda o'tib ketganligi sababli bu operatsiyani biz qilmadik. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Hozir o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Demak, o't tufayli shuncha darajali yiringli anaqa bo'lib ketganki, shu daraja o'tlashib ketganki, jigari ichigacha kirib ketgan yiring, jigar yo'llariga уже tosh otib ketgan. Aziz do'stlar, bu onamizni 3 oydan keyin sahrli diabetga operatsiya qilamiz. Mashlar zo'rga chidab, lekin chidaganlarini, qiynalayotganlarini na qizlariga, na o'g'illariga hech kimga bildirmaganlar. Og'irligim tushmasin deydi, ayol kishi shunaqa. Og'irligim farzandligimga tushmasin deydi. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'lsin, oltin bo'lish omon bo'lsin. Allohning nazaridan qoldirmasin. Aytganingiz kelsin. Katta hajlarga borishingni Allohning o'zi Aytganingiz kelsin. Bolalaringiz baxtiga siz ham sog' salomat bo'ling. Sizga doktor